Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Aylanib o'rgilib Chorsu bozoriga tushganman. Bir ko'zni quvontiradigan manzaralar sizlarga ulushay dedim. Shoptolalarni qaranglar. Videoga olaveraymi? Ancha shoptolalar. Qanaqa? Musofirda yurganlar mendan xafa bo'lmaysizlar, lekin O'zbekistonda jannatni o'xshash mevalari. Nech pul bu? 45 ming. Shaptallarni qaranglar. Yumshoq. Ajoyib. Gilos nech pul? Gilos ham bor ekan. Gilos 160 ming. 160. Rizamat ham chiqibdi mana. Rizamat. Uyga ekkanman men. Xudo xolasa yana yerga berish kerak. Olmaydi bola, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Pomidoringiz nech pul? Va alaykum assalom. Bular 20 ming, 25 ming, qizil oldi. Bu qizil bu? Ro'zvi, ha. Bundan bering. Qancha bering? 3 kilo bering. Modaring oldi. Oldi maylimi? Salqin urobisi ham maylimi? Yoki bir santini bering. Yo, yeyishga qaysi biri yaxshi? Yeyishga yaxshi, yeyishga. Salqin Ajoyib. Mollarni yomonlayaptilar. Yomonlamayapman. Yo, bering. Shirin bo'lsa bo'ldi. Yaxshimisizlar? Qaysi bozorda yuribsiz? Chorsuda yuribman, Chorsuda. Bugun bozorga tushdim. Hop. Ro'zvi pomidor 20 ming ekan. Bodring qanchadan oldik? 10 mingdan oldik, a? Bodring 10 ming. Orzu. Yaxshi. Rizamat uzumlar chiqibdi. Rizamat uzumlar 45, 50, 60, 70 mana shunaqa joyiga qarab. Anjir shoptari oldik. Anjir shoptarimiz hech puldan oldik. Anjir shoptarini. Qimmatroq oldik. 45 mingdan oldik. 45 mingdan oldik. Oddiy shoptarini 33 mingdan oldik. Nech pul bo'ldi? 60 ming. Mana 50 ming, ishlatdim ham 10 ming. Qani bu? Rahmat, sog' bo'ling. Pomidor oldik, bodring oldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Hamma yaxshimisizlar? Hop. Kartoshka buyurishgan. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizimizlar, charchamaysizlar? Kartoshka buyurdik. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Hormaylar, yaxshimisizlar? Sizimizlar? Kartoshkani qaysi bir shirin bo'ladi, kim biladi? Sarig'i shirin bo'ladimi, qizilimi? Kartoshka qaysi biri yaxshi? Bu Picasso, bu Lazara. Lazara, uchi. Shirini qaysi? Bering shundan. Nech pul? 8 ming ekan. Nech pul qilib berasiz? 7,5 ming. 5 kilo bering. Bo'ldi, uncha tortishmasdi mana. Sizlar bilan jonli qilganda tortishyapman mana. 8 ming ekan kartoshkalar bozorda. Optim bilmayman qancha. Piyoz ham olamiz mana. Piyoz ham berasiz? Piyozdan ham 5 kilo olib bering. Va alaykum assalom, hormaylar. Yaxshimisizlar? Yaxshi, alhamdulillah. Nimalar narxini ko'rsatay? Qimmat deyaptilar. Qaysi bozor? Chorsu. Chorsu bozoridamiz. 5 kilo kartoshka. 5 kilo piyoz ham torting-a? Ha, qo'yavering. Hop.
Bozorimiz to'kin, odamlarimiz xursand. Kunimiz issiq, yoshimiz o'tib boryapti. Dunyoda ozgina qoldi umrimiz. Yaxshilikka ulgurib qolishimiz kerak. Bugun bozor temasi. Olgan narsalarim ko'rsataymi sizlarga? Men uyga bozor qilsam, to'y qilyapsizmi deyshadi. To'y emas, uyda odam ko'p. Ha, anjir ham oldik, anjir. Mana. Anjirni qarang. Anjonni anjiri deyishdi. Anjonni anjiri ekan. U 100 ming ekan narxi. Qo'qonni anjiri deyishdi, kichikroq, maydaroq. Bunisini 75 mingdan oldik biz. Uzum oldik. Shoptalardan oldik. Mana shoptalardan Namangandan do'stlarim jo'natib yuborgan. Tugadi bir kunda. Bizning uyda odam ko'p. Hay Alloh, o'zingga shukr. Ko'katlar ham olaymikin? Solasizmi piyoz? Bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Ha, bo'ldimi? Necha pul bo'ldi hammasi? 60 ming. Hammasi 60 ming bo'ldimi? Xo'p. Endi Karam Zeynel u bilan sog'laymikin-a? Meva-cheva oldik, to'g'rimi? Meva-cheva bo'ldik. Urolda ukamiz Qashqadaryodan ekanlar. Ye, qochib ketdilar. Salomlashib qo'ying bir. Otingiz nima edi? Nodir. Nodir. Urolda Nodir ukamiz Haravada. Tuxum bor. Zira bor. Menimcha zeylan olamiz ozgina. Bir qator qilib. Karamizdan bering. Bitta bering buni. Ki bundan ham solib bering. Karam, nech pul karam? Karam 10 ming. 10 ming. Bolgarskichi. Kilosi 10 ming. Kilosi 10 ming? Ha. Bering, 1 kilo bering. 1 kilo yetadi menimcha. Bular narx tushib qoldi mana buni? Yo'q, bular 45 ming. Kilosi? Ha. Ne qimmat nimagadir. Anaqadan juft qilib berasiz? Zelemdan. Ha, kashnich ukrop. Rayhon bering. Piyoz. Zelem. Anaman sovuqdan keyin. Bitta mayli soling. Salat. Nimaga ishlatishadi bilmayman. Mana undan ham sovuring birorta. Rozmarin, ha. Rediska? Qani rediskangiz? Bering rediska ham. İşte so'm deymi? Bitta soling. Bolgarskiy oldingizmi? Necha pul bo'ldi sizniki? Hammasimi? Kendan necha pul bo'ldi sizniki? 48 mi? Mana. Qolgani qolaversiz. Rahmat. Vallah sog' bo'ling. Xo'p. Hamma narsa oldik. Va alaykum salom. Mevalarga ko'zim quvnayapti meni. Qarali mevalarni. Mana o'rik. O'rikni qarang. O'rikni chipil. O'rik 50. Ajoyib ekan. Bu kech pishganmi bu? Shunaqa kech. Sorti, ha. Salom alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Yo'q, rahmat. Niye? Bu uzum ham chiqdimi? Yo bu eskimi? Yo'q, bu yangi. Kishmish, anavisi. Kishmishdan danaysiz. Ya, danaysiz.
Sağ bo'ling. Rizamat chiqdi. Rizamat bizni o'zbek mevalarimizni ichida podshohlaridan. Shu urug'chilik bilan shug'ullangan amaki Rizamat ota. Rizamat ota shu uzumni yetishtirganlar. Menimcha dunyoning boshqa joyida bunaqa shirin, bunaqa mazali uzum yo'q. Meksika, boshqa joydan uzumda keladi, qattiq bo'ladi qanaqa. Uzumni qarang. Bozorlarimiz to'kin. Mana. Ya rahmat. Shoptal nech pul bu? Bo'l, rahmat. Bu tutmi shotut ha? Shotut nech pul? 40 ming. Bu qonni suyultiradi. Issiqda shotut yeyish kerak. Finalda o'tkazib qo'ydik. Ikkinchi o'rin. Shotut. Issiqda do'stlar ko'proq suv ichinglar. Suvni ko'proq ichish kerak. Yana anaqa mangolar ham bor ekan. Non yo'q. Nech pul noningiz? 415 beraman. 415. Beraymi? Novvoymisiz yo Navoiy aka. shogirdimisiz? Yopyapsizmi, xamir qilyapsizmi? Menmi? Faqat sotasiz, ha? Bitta sotganingizga nech pul olasiz? Yo'q, qancha ishlasam ham 50 ming beradi. Bir kunga? Kunbayda? Kunbay. Maktabdan keyin? Yo'q. Hozir maktab boshlansa ketaman. Oyatliman. Ha, bo'ldi. 54 tadan. Non yo'q. Non. Yo'q, rahmat. Sog' bo'linglar. Yo'q, endi boshqa. Pavilyon. Musofirda yurgan o'zbeklarimiz, o'zimizda yurgan o'zbeklarimiz uchun bir bozorni aylandim. Sizlar bilan o'rtoqlashdim. Rozi bo'lasizlar. Alloh xayrli qilsin. Sog' bo'ling. Xo'p, va alaykum assalom. Rahmat. Va alaykum assalom. Qanday? Bola yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Bozorlarimiz to'kin, ko'rsatmasin. Issiq, lekin o'sha aytganingizdek animal bo'lyapti. Musofirda yurganlar sog'inadi. Kecha bir ko'rib sog'inchi oz bo'lsa ham bosilishi. Ba'zi O'zbekistonga kegis kelmay yurgan bo'ladi, ba'zida ketib boradi. Ularni ham qitilab qo'yay dedim. Mana shunaqa yilda bir bozorga tushib efir qilaman. Shu efirdan keyin bir qancha odamlar yozadi. Men deydi, zerikib yuruvdim tashqarida. Gapingizdan keyin. Va alaykum assalom. Sabzi bor-a? Nech pul sabzingiz? 10 ming beryapsiz. Sariq, ha? Sariq puldan. Bo'l, sariqdan bering. 3 kilo bering. Efirlarni ko'rgandan keyin deydi, O'zbekistonga qaytib kelganman deydi. Mana shunaqa hech yo'q. Shunga o'xshagan xizmat qilsin deyman-da. Hop. Savzi, kartoshka oldik. Nech pul bo'ldi bu? Mana. 2 kilo qizildan berib oling. Savzi 10 ming ekan, sariq qizil. Hop. Rahmat bolalar. Hop. Menimcha bo'ldi. Alhamdulillah. Ha, sizlarga bitta narsa o'rgatib qo'yay. Bozorga tushganingizda La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir. Buni o'qisangiz, bozorda sizni hech kim aldab narsasini yomonni sotmaydi. Shunaqa bo'ladi. Inshaalloh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanday? Yaxshi, rahmat. Sizga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ketdik. Bu? Va Allohga emanet. Xo'p.
Aleyküm selam. Yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Yaxshimisizlarmi? Rahmat. Hop. Endi issiqda menimcha qotib qoladi. Sos bo'lib qoladi. Mana olaymikin ha. Va alaykum salom. Damashq tuxum bormi? Bering damashqdan. Damashq tuxum olyapmiz. Borib natural qimmat bo'lib ketadi, doim ham boshqa narsalardan ko'ra. Nech pul? Bora. Bitta kilotkasi 100 ming ekan damashqning. Oddiy fabrikaniki nech pul? Ishonchlisi 40 ming qimmat ekan. Mayli. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p. Telefon qizib ketyapti do'stlar endi. Nasib bo'lsa yana nidolashamiz. Bozor tugadi. Qaytib ketyapmiz. Aravakash ukamizga qancha pul beray? Bilmayman men. Aravakashdan so'ramadim narxini. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Xo'rmaylar, yaxshimisizlar? Rahmat. Jo'xorilar nech pul? 20 ming qo'shgan. Xo'p. Nima deysizlar? Yozinglar. Bilganlar. Xo'p, 100 ming bering deyaptilar. Duo qiling deyaptilar. 50 ming deyaptilar. 100 ming 50 ming. Xo'p. Duo qiling. Yo, duo ham qilamiz. Ming. Oftobda ko'rinmayapti yozyapkan deylar. Yiqilyaptimi? Bo'ldi, kelavering. Xo'p. Sal balandroq yozinglar, balandroq beraylik. Aravakash bechara. Issiqda arava tortib yuribdi. Mashinamizga keldik. Qotib qolmasa chiqib ketamiz hozir. Xo'p. Oftobda yomon anaqa bo'lyapti. Ha, bitta narsa bor. Meni ko'rgan, bilgan odamlar bo'lsa, mana mashinamning orqasida 2 qop. Hozir ko'rsataman sizlarga. 2 qop biotarnado olib yuribman. Mabodo jigar xastaligi bilan bemor yoki yaqini bemor odamlar bo'lsa, menga uchraganda bir og'iz ayting, tekinga beraman. Bir oylik kursingizni tekinga beraman, sovg'a qilib beraman. Narxi 250 ming turadi. Bitta kursi sizga tekinga beraman. Agar shu haqiqatda kasal bemoringiz bo'lsa. Endi buni oldiga qo'yib sig'dirib olasizmi hammasini? Aravakash ukamiz sig'diryaptilar mana narsalarni. Biotarnado. Qopi bilan oldim xullas. O'zim foydasini ko'rganim uchun buni sizlarga bildiraman. Hozir Chorsu atrofida 5-10 minutda oldimga yetib kela oladigan odam bo'lsa, yetib kelsanglar beraman, tekinga beraman, tekinga. Xo'p, mana bitta bir kishi aravakashga 500 ming bering deyapti. 500 ming normaldimi? Dollar bering deganda ham bor ekan. Ukamizdan so'raymiz. Sizga dollar yaxshimi, so'm yaxshimi? Yaxshi. Ukamiz savobga olib chiqib beray deyapti shekilli.
Pullarni ham qo'ydilar bu yoqqa. Sig'yaptimi yo'qmi? Sigap. Dur, sildireyim şimdi. Maşinanın orkası yotadı da yaxshi. Musofirlarga duo qilamiz albatta. Namazning o'zi bo'ladi. Ha? Bugun bo'ladi. Salongami? Bu. Kel. Narigi tarafda Nerede açılırken? Bunu yapamaz. Salonga qo'yamiz. Sizga so'm yaxshimi, dollar yaxshimi? Nodirbek. shartlamas. May. Yo'q qo'ysangiz. May. Rozi bo'ling. Rozimisiz? Duo qilib qo'ying. Hop. Hop. Bismillah. Endi nimaga ko'rsatib berding deydiganlarga aytamanki, sen ham shunaqa bergin uchun ko'rsatib berdim. Ko'rsatmasam ham bo'laverardi, bemalol, hech muammo yo'q edi. Lekin issiq maşallah 45 ko'rsatyapti mashinada mana. 45 gradus issiq. Konditsionerga o'tirib oldik. Endi unga gaplashib ketaylikmi, nima deysizlar? Ha, gaplashib ketaman desanglar, gaplashib ketamiz. Ba'zi mavzular bor, chiroyli mavzular. O'rtalashib ketsak bo'ladi. Gollivud kino mutaxassislari tomonidan kecha bugundir degan bir kino chiqibdi. Ko'rganmisizlar yo'qmi? Qayerdan olgan uni? Kecha bugundir yoki erta bugundir. Bu shunaqa. Kinoning nomi. Kinoda ko'zlangan maqsad bir insonni o'z xatolarini tan olmasa, qilgan ayblarini tan olmasa, e'tirof qilmasa, bir joyda aylanib turaverishligini psixologik bir jarayonni ko'rsatish. Qanaqa bir odam mehmonxonada yotadi, muzika chalib turibdi. Kinoni ko'rmadim, faqat ssenarisini eshitdim-da. Yotadi mehmonxonada. Va ertalab turadi-da, ko'chaga chiqadi, shaharda aylanadi, ovqat yeydi, bir joyni qirib oladi misol uchun. Yana qaytib keladi-da kechqurun mehmonxonada yotib, ertalab tursa yana ertalab o'sha kechagi o'tgan hayoti qayta yana o'sha kundan boshlanib qoladi. Vaqt o'tmaydi. Nima ish qilsa ham, nima harakat qilsa ham vaqt o'tmaydi. Kasal bo'lib qolsa ham ertalab turadi, yana bir kun oldingi hayotda ham qaytib qolaveradi. Keyin odam o'ylaydiki, men deydi, nima qilsam ham deydi, nima jinoyat qilsam ham jazosi yo'q-ku deydi, ertaga o'lib ketadi deydi. Mashinani minadi, baland gaz bilan haydaydi, u yoqqa uradi, bu yoqqa uradi, u yoqqa bu yoqqa uradi mashinani. Lekin jazo yo'q. Bismillah. Bismillah. Allah. Nimaga jazo yo'q? Chunki yana bir kunga aylanib qolaveradi-da oldinga. Tushunyapsizmi? Bir kunga o'tib qolaveradi bu yoqqa. Oxiri nima bo'ladi? Bu odam maza qiladi, menga mazaki deydi, jinoyat yo'q deydi. Har kuni hayot takrorlanavergandan keyin bir kuni ko'ngli aynishni boshlaydi hayotdan. Bu qanaqa hayot bu? Bu qanaqa hayot? O'zini o'ldiradi.
O'zini o'ldirsa ham farqi yo'q, foydasi yo'q. Yana o'lgandan keyin ertalab mehmonxonadan chiqib turaveradi. Tasavvur qilyapsizmi? Hozir bir minut. Assalomu alaykum. Nech bo'l? Mana. Qolaversin. Rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p. Yana o'zini o'ldiradimi farqi yo'q. Hayotdan to'yib bo'lgan. Har kuni bir xil narsa takrorlanyapti. Har kuni bir xil narsa takrorlanyapti. Hayotdan zerikib o'zini o'ldirsa ham farqi yo'q. Oxiri nima bo'ladi? Oxiri nihoyasida bu odam xatolarini tan olishni boshlaydi. Yomonliklaridan nafratlanishni boshlaydi. Bo'yniga olib, xatolarini olgandan keyin hayot davom etadi. Buni qayerdan olishgan? Bu o'sha Tih vodiysidan olishgan. Qur'oni Karimda Musa alayhissalomga qarshi chiqqan qavm, Musa alayhissalatu vassalomni ko'p qiynagan qavm tillodan buzoq yasab, buzoqni xudo qilib yasab, o'shanga sig'inishni boshlashgan. Musa alayhissalom ularga keyin jazo qo'llanishligini aytganlar. Jazo o'sha Tih vodiysi bo'lgan. Gunohlarini e'tirof qilmaguncha kunlari faqat bir kunda aylanaveradi. Ertaga kelmaydi, bugun. Har kuni dushanba. Tasavvur qiling, ertalab turasiz dushanba. Uxlaysiz, seshanbaga reja qilgansiz. Tursangiz yo'q, seshanba yo'q, yana dushanba. Uxlaysiz, turasiz, yana ertalab dushanba. O'tmaydi kun. Nima bo'ladi bu? Rivoyatlarda o'sha 40 yil yoki 40 kun atrofida yurib o'lib ketgan ular. Bundan ko'zlangan hikmat gunohlarni e'tirof qilishimiz kerak. Xatolarimizni e'tirof qilishimiz kerak. Bo'ynimizga olishimiz kerak. O'zingchi, sen ham shunaqaysan-ku degan bahona bilan xatolarimizni maskalamasligimiz kerak. Bilasizmi, shunaqa odamlar bor, o'zingchi deydi. O'zingchi degan jumla falsafada noto'g'ri dalil hisoblanadi. Masalan deylik, men bir jinoyatni qilgan bo'lsam, siz menga o'sha jinoyatni qilma desangiz, o'zingchi deyishim meni qilgan jinoyatimni oqlamaydi yoki yuvormaydi. Bunda yagona yechim nima bo'ladi? Bunda yagona yechim e'tirof. O'zini e'tirof qilib, o'zini isloh qilish. Men salaf ulamolarini ichida ko'rmaganmanki, birorta qalbim pok deganini. Hammasi o'zini isloh qilishlik uchun jon kuydirgan, o'zini isloh qilishlik uchun boshini sajdaga qo'ygan odamlar. Ya'ni yaxshilikka musobaqa qilgan odamlar. Anas ibn Malikdan bir rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, odam bolasi tug'ilganida boshi sajdada bo'lsa, umri mobaynida sajdadan boshini ko'tarmasdan shundoq sudralib yashasa, boshimizni sajdaga qo'yib olib, umr mobaynida sudralib yashasak, faqat sajda qilib, fi mardotillah degan hadisda, Allohning roziligi yo'lida qilsa shuni, riyo emas, Allohning roziligi yo'lida qildi. Tug'ildi, yerga sajda qildi, sudralib yashadi. Umri mobaynida sajdadan boshimni ko'tarmayman deb nazr qildi. 70 yil yashadi, 80 yil yashadi, o'ldi. Shu odam qiyomat kunida, qiyomatning dahshatini ko'rganda, qilgan amallarini sariq chaqaga arzimasligini his qilar ekan. Amalim nima bo'ladi bu ahvolga derkan. O'shaning uchun eng katta savob gunohni e'tirof qilish, xatoni e'tirof qilish. Jamiyatlarda, mana sherikchilikda ikkita odam sherik ishlaydi. Janjal nimaga chiqadi? Sanda ayb, sanda meni haqqim bor degandan chiqadi janjal. Lekin siz sanda ayb haqqim bor demasdan meni senga berishim yo'qmikin deb hisoblangdi. Ikkita sheriklarga zo'r nasihat. Siz ikkita sherik urushib qolayotganingizda, men berishim kerak emasmikin sizga? Siz emas,
Men sizdan qarzdor emasmikinman deb hisoblang. Yechiladi. Qaynana kelin o'rtasidagi munosabatlar. Ko'p odam shikoyat qiladi qaynana kelin o'rtasida. Ana shunda qachon janjal chiqadi desa, qaynana doim o'zini haq deb biladi. Kelin ham o'zini haq deb biladi va janjal chiqadi. Kelin o'zini ishini bilib qilsa, qaynana o'zini haqqini, haddini bilib tursa, janjal chiqmaydi. Inson o'zini isloh qilish yo'lidan yurish kerak. Xulosatul kalom shu. Isloh yo'lidan yurishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni isloh qilish yo'lidan. Tuzalgan odam bor jamiyatda, bu aksar odamlarni tashkil qiladi. Tuzalgan odamlar. Ikkinchisi bor tuzatuvchi odamlar. Bular kam bo'ladi. Bular da'vatchilar, bular peshvolar, imomlar. Bular tuzatuvchi hisoblanadi. Tuzatuvchi birinchi maqomdan o'tmagan bo'lsa, ya'ni o'zini tuzatmagan bo'lsa, tuzatuvchiligiga putur yetadi. Eng birinchi ish isloh, keyin muslih bo'ladi. Birinchi isloh qilish kerak, o'zini to'g'rilash kerak. Hammamizga tegishli narsa bu. Men umumiy fonda gapiryapman-da. Alloh taolo hammamizni muslih, isloh muslihlardan qilsin. Alloh adashtirmasin. Er xotin o'rtasida ham xuddi shunaqa janjallar bo'ladi. Ayb erda bo'ladi, er tan olmaydi. Xotinga yuklaydi. Xotinda ayb bo'ladi, u ham tan olmaydi, eriga yuklaydi. Sen sabab deydi. Shunaqa ayollarni ko'rdim men. Ya'ni yozishadi boshqada. E'tirof qilyapti. Men deydi zino qildim deydi bir ayol. Astagfirulloh va atubu ilayh. Nimaga desangiz, erim ham zino qildi-ku deydi. O'shanga deydi qasma-qasga men ham zino qildim deydi. Qarang, ishni qarang. Tabiatni qarang. Dahshatmi? Dahshat. Er xotin o'rtasida ham gunohni o'zidan qidirsa, xatoni har kim o'zidan qidirsa, islohga oson bo'ladi. Meni aybim bilan bo'ldi shu, meni xatoyim bilan bo'ldi shu desa, islohga yo'l ochiladi. Fatima onamiz radhiyallohu anha, payg'ambar alayhissalatu vassalom bemor bo'lib yotibdilar. Fatima onamiz kirib kelganlar. Payg'ambar alayhissalom hamma ayollar o'tiribdi. Oysha onamizning uylarida. Fatima onamiz kirib kelyaptilar. Oysha onamiz aytadilarki, mishyatuha kamishyati Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Yurishlari ham Rasulullohga o'xshar ekan-da. Fatima onamizda. Yurishlari Rasulullohning yurishlariga o'xshaydi. Marhabo dedilar payg'ambar alayhisalom. Keling qizim dedilar. O'yinlariga, chaplariga, atroflariga qarab o'tkizdilar. O'tkizdilarda quloqlariga pichirladilar. Xos o'zlariga. Shunda Fatima onamiz yig'ladilar. Keyin yana pichirladilar. Pichirlaganlarida Fatima onamiz kuldilar. Shu bilan payg'ambar alayhissalatu vassalom bemorliklarida davom etdilar. Oysha onamiz aytadilarki, maşallah, shu do'stimiz har doim to'xtatadi. Maşallah. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alloh sizlarga ham sabr bersin. Sizda qiynalma yaxshimi? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qancha yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, alhamdulillah. Meva bersam olasizmi? Issiqlarda charchab qolmayapsizmi aka? Yo'q, yuribsiz yaxshi. Alloh. Nima u Abror aka? Shopdan oldim.
Anjir o'shatdan. Bo'ladi, kerak emas boshqa. Abrorga Shirlar bilan shirlar. Yo'mimiz 2 dona bering. Ovoz tegsa bo'ldi. Rozi bo'lsangiz bo'ladi. Rahmat. Ko'rishamiz. Salom ayting, xo'p. Bechara gayila 45 gradusda ko'chada o'tiribdi. O'zi bir shularga marojna tarqatish kerak. Xo'p. Payg'ambar alayhissalomni gaplarini Oysha onamiz so'raganlar keyin Fatima onamizdan. Rasululloh nima dedilar dedi deganlar. Deganda Fatima onamiz Payg'ambar alayhissalom menga sir qilib aytdilar-u. Allohga qasamki Rasulullohning sirlarini tarqatmayman men tirik ekanlar dedi. Keyin Payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tganlaridan keyin aytib berganlar Fatima onamiz. Birinchi aytganlarida Payg'ambar alayhissalom aytgan ekanlarki, menga Azroil keldi. Malakul maut. Vafot, o'lim ixtiyorini tanlang yoki qolish ixtiyorini tanlang dedi. Men o'lishni tanladim. Robbimga yo'liqishni tanladim. Dedilar, o'shanda yig'ladim deydilar. Yig'laganlari shu, Imom Muslimda kelgan bir rivoyat. Keyin nima kuldingiz deyishganda, meni yaqinlarimni ichida menga eng birinchi siz yetib kelasiz dedilar, unga kuldim deydilar. Haqiqatda Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflaridagi ayollar ichida eng birinchi qizlari Fatima vafot etganlar. 6 oyda o'tganlar dunyodan. Radiyallohu anhum ajmain. Ana shu Fatima onamizni yana bir rivoyati bor. O'sha ikkinchi rivoyat. Nimaga kuldingiz deganda, jannat sayyidalari, ayollari ichida jannat sayyidasi bo'lishga rozi emasmisiz dedilar Fatima onamizga. O'shandan xursand bo'lib kuldim deganlar. Fatima onamiz jannatning sayyidasi hisoblanadi. 4 ta ayol bor jannat sayyidalaridan. Bu kim? Maryam onamiz, Osiyo onamiz, Hadicha onamiz, Fatima onamiz. 4 ta ayol jannat sayyidalari bo'ladi. Radiyallohu anhum ajmain. Hop. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yana nasib bo'lsa diydorlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.